Jamoa vakillari Yosima Nazriyeva, Ominaxon Robiyeva, Isfandiyor Emoma, Aziz Abdulhamidzoda. So, the Bronze next, medalchilar. our talented youngs. It's also B category and they are from Kyrgyzstan. We are very happy to give the floor to them as well. Qarsaklar bilan juda sharafli ular bu vazifani a'lo darajada uddalashdi va boya Sevara Baxidirovna aytganlariday eng muhim masala bu do'stlik, bu bilimlar mushtarakligi va yanada uni rivojlantirish hisoblanadi. Tashkilotchilarimiz tomonidan katta sovg'alar istaligi uchun esdalik uchun olib ketishadi ona yurtlariga aziz mehmonlarimiz. Thank you, our congratulations. We are looking forward to you in the next Olympics as well. Thank you for your participation. Let's give a huge round of applause our bronze medalist, Tajikistan. Nurmuhammed Namazbayev, Maksibek Abdulmannayev, Aygiri Madalieva, and Elvira. Va ilmlaringizda mana shunday katta muvaffaqiyatlari bilan sizlarni qutlaymiz. Ustozlaringizga rahmat aytamiz va sizlarga bundan keyin ham mana shu ilm yo'lida tinmaslikni va bundan-da yuqori marralarni zabt etishingizni tilab qolamiz. Bronza medalni qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz hali yana bor, ularni biz hozir necha daqiqalardan so'ng e'lon qilamiz. Hozir esa aynan Qirg'iziston Respublikasida xush kelibsizlar. O'zaro do'stona Turkiya davlatidan tashrif buyurishgan bir jamoa. Men ularni e'lon qilaman. Esma Sunar, Yagiz Aziz, Muhammed Elkhan Yeler. Qaratishingizni so'raymiz. Mana shu taassurotlar muhrlangan bir videolavha sizlarga havola etiladi. Marhamat. Ularni keldi taqdirlash uchun esa sahnamizga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori Shakirova Sevara Baxidirovnani yana bir karra sahnamizga chorlaymiz. Ladies and gentlemen, Ofarin, ofarin. Kumush medal bir pog'ona yuqoriladik va biz ham hayajonni his etmoqdamiz. Kumush medal sohiblari ro'yxatini yana Tojikiston A jamoasi boshqa bo'lmoqda. Sumayyaxon Zokirova. Biznikilar mana shu olimpiadada ishtirok etishingiz uchun sharoit yaratgan barcha mutasaddilarga yaxshi bo'ldi-da. Lekin ruscha yozibdi bular, men o'qidim. Ishi ruscha ekan. O'zbekning ko'zlarida haqiqiy quvonch ifodasini ko'rmoqdamiz.
tabiiy, samimiy. Muslima Shuhratova, Mehmon Faxriddinov and Mashhura Mahmudova. Xush omading. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, juda chiroyli ishtirok. Ana endi O'zbekistonimizda yurtdoshlarimiz Madina, bayroq kimda? Bayroq. Jamoasi B guruhi ishtirokchilari ikkinchi o'rinni zabt etishgan. Kumush medal sohiblari. O'zbekistonni baykaman. Tabriklaymiz. Sizlarga ham yana bir karra ustozlaringizdan olgan bilimlaringiz muborak bo'lsin va mana shunday yuksak o'rin, bu e'tirof muborak bo'lsin. Oliy onlarga ham yetib keldik. Barcha intizorlik bilan kutgan lahzalar, ya'ni oltin medallarni o'z egalariga topshirishga tayyormiz. Ladies and gentlemen, and finally the moment very eagerly has been awaiting is upon us. To present the gold medals to their rightful owners, we invite the Deputy Director for Center Spiritual and Enlightenment, Mr. To'rahudov Zohidjon, to award our gold medalists. Oltin medallarni topshirish uchun Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari o'rinbosari To'rahudov Zohidjon Abdumalikovичni sahnamizga chorladik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz va endi biz oltin medal egalarini o'qishimiz kerak. So, our team, Uzbekistan, Zohidjon Abduljonov. O'zbekiston jamoasi ishtirokchilari. Zohidjon bilan birgalikda Aslirbek Qayumov, Madina Qayumjonova, Muhammad Rimboyev, mana ular zamonamiz qahramonlari. Olimpiada birinchi o'rin, oltin medal sohib va sohibalari. absolute headliners, absolute heroes of the Olympiad. Once again, congratulations. You are the proud of our country. Darhaqiqat sizlar bilan haqli ravishda faxrlanamiz. Nilufar-xon, mana sportni har qanday yo'nalishi bo'lsin va fan olimpiadalarida bo'lsin, shaxmat bo'yicha bo'lsin, yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz, o'quvchilarimiz barchalari ularga bildirilgan yuksak ishonchni oqlab kelishyapti va bu ishtirokchilarimiz, bu o'quvchilarimiz ham ana shunday ishonchni oqlagan yoshlarimizning vakillari desak dunyoda mana shu jonajon diyorimizni bayrog'ini xuddi hozirgiday hilpiratishingizga biz tilakdoshmiz. Siz aziz birinchi o'rin egalari, bunday munosabatga darhaqiqat loyiqsizlar. Ladies and gentlemen, today was not merely a test of knowledge. It was a day where strong bridge of friendship was